Baliq yeyish sezoni boshlandi. Baliqlarni qanaqalari foydali, qanaqasini yeyish kerak emas bo'lgan joylari. Iloji boricha ko'chada pishirilgan baliqni yemaganinglar ma'qul. Yesanglar ham birinchi yog'ga qovuriladigan baliqni yeganinglar aniq foydali. Lekin ertalabdan kechgacha 100 martalab qovurilib, qizarib, qorayib ketgan yog'ga pishirilgan baliq u qaytanga sizga zarar beradi. Qayta qovurilavergan yog'lar mana ko'chalarda ko'p ayollar, erkaklar ovqatlanadi. Bu yerda siz ovqat tanlashni bilishingiz kerak. Qayta pishirilaveradigan, qayta qovurilaveradigan yog'da pishadigan ovqatlarni iste'mol qilmasligingizni talab qilgan bo'lardim. Iltimos qilgan bo'lardim. Chunki gormonlarni mo'shni o'ynatib boradi. Sizdagi xolesterinni badandagi umuman qarish protsessini kuchaytirib boradi. Bu tufayli tosh yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Ko'pchilik odamlarda hozir juda ham ko'p mana oldimga kelishadi, murojaat qilishadi. O't tufaylidan muammo, jigardan muammo, oshqozonda kasal, yazva, ana o'shanaqalarga sababchi bo'lgan narsalar mana shu qayta qovurilavergan yog'larda pishirilgan ovqatlar. Baliq olib kelinglar, uyingizda qovurib yeylar bemalol. Kartoshka freni ham bemalol yesa bo'ladi. Kartoshka yeyish mumkin emas deyshadi dietada, lekin kartoshka mumkin. Uyingizda yengil shuni yog' solasiz, qovurib, pishirib yeysiz. Ana u kartoshka haqiqatan ham foydali bo'ladi. Lekin ko'chada qayta pishirilgan yog'dagi kartoshka umuman sizga foyda. Bolalaringlarning qornini ortib, otravleniya bo'lib qoladi. Qanchadan qancha даже o'quvchilarimni otravleniya bo'lib qoldi, fast food yeb bo'ldi, undoq deb aytishadi. Shunda so'rasam, ko'chada ovqatlangan bo'lishadi. Tavsiyam shuki, ko'chalarda ovqatlanganingizda iloji boricha qaynatmali yoki bir marta qovurib pishiriladiganli ovqatlarni yeyishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Bizning O'zbekistonimizda xamirli ovqatlarni juda ham sevishadi. Xamirli ovqat yegan paytingiz обязательно ketidan limon choy ichib olinglar. Yo besaxir bo'lsin yoki shunchaki limonni o'zini iste'mol qilib olsanglar ham bo'ladi. Qanaqa? Limonni shunchaki choy qilib damlamaydi-da, uni ozgina kesib, to'rab, ezg'ilab olib, polni ichidagi foydali elementlarni chiqarib, choy damlab olib kelsizda, ana u sizga yuborilgan noto'g'ri pitaniyani tezroq hazm bo'lishida yordam beradi. Va hech bo'lmaganda diyeta qila olmayapman, diyeta usholmayapman, yegim kelib ketyapti degan ayollarimiz hech bo'lmasa ovqatdan keyin uni tezroq hazm qilib oluvchi mahsulotlardan foydalaninglar. Ovqatdan oldin siz zararli ovqat yeyotganingizni bilganingizda ovqatdan oldin обязательно pomidorli sok iching yoki свежий salat, pomidor, bodringli, chesnok, ukropli salat iste'mol qiling. Chunki sizga tushmoqchi bo'lgan o'sha zararli ovqatni tezroq hazm bo'lib, tanangizdan chiqib ketishiga yordam beradi.